Assalomu alaykum, hurmatli yosh onalar. Men Ahmedova Mahfirat Abdullayevna, vrach-pediatr neonatolog, 40 yillik ish tajribam bilan sizlarga yangi tug'ilgan chaqaloqlarni parvarishlash, cho'miltirish, ko'krak suti bilan boqish kabi maslahatlarni amaliy ko'nikmalarda ko'rsatib bermoqchiman. Bugungi mavzuyimiz yangi tug'ilgan chaqaloqlarni cho'miltirishga bag'ishlanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar bu 28 kungacha bo'lgan davrdagi chaqaloqlar hisoblanib, ularni tug'ruqxonadan kelgandan keyin cho'miltirib, tanalarini parvarishlash va ularni gigiyenik tomondan toza saqlash juda katta ahamiyatga ega. Chunki chaqaloqlarimizni terilari juda ham yallig'lanishga, bichilishga moyilligi bilan ularni ehtiyot qilishga moslashishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz chaqaloqlarni cho'miltirishga onalarni, ayniqsa yosh onalarni tayyorlash maqsadida sizlarga qanday maslahatlar berish kerakligini amalda ko'rsatib o'tmoqchiman. Hurmatli yosh onalar, chaqalog'imizni cho'miltirish uchun qanday bizga narsalar kerak bo'lishligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bizga kerak bo'ladi tog'ora. Chaqaloq cho'miltirish uchun tog'oramiz sovunli suvda yaxshilab yuvilgan, qaynoq suvlarda chayqalgan holatda bo'ladi hamda bolalar sovuni ishlatiladi va suv o'lchagich asbob gradusnik ishlatiladi. Bundan tashqari xona haroratini chaqaloq sovqotib qolmasligi uchun biz mo'tadil gradusga keltirib olishimiz kerak. Ya'ni xonani temperaturasi 24 gradusdan past bo'lmasligi kerak. Xona haroratini 24 gradusdan past holatda cho'miltirish bu chaqaloqni sovqotib qo'yishga sabab bo'ladi. Shuning uchun 26-24 gradus atrofida xonada cho'miltirishga xonani tayyor qilamiz. Bundan tashqari, chaqaloqni cho'miltirish uchun bo'ladigan suvni termometr bilan gradusnik bilan o'lchaganimizda buni harorati 36 dan 37 gradusgacha bo'lishi kerak bo'ladi. Biz tog'oraga suv quyganimizdan keyin o'lchagichni solib o'lchaganimizda shu gradusga yetganda bu 37 gradus ko'rsatadi. 37,5 gradus bolani chaqaloqni cho'miltirish uchun tayyor hisoblanadi. Hamda bundan keyin yana bizga kerak bo'ladigan chaqalog'imiz cho'milib bo'lgandan keyin toza suv bilan chayqash uchun biz suv tayyorlab olamiz. Bu suv paqirchada yoki biron idishda bo'lishi mumkin. Bu suvni haroratini ham biz o'lchab olishimiz kerak. Bu suvni haroratini ham shu harorat o'lchagichda o'lchab, buni haroratini biz 39 gradusga yetkazib olamiz. Chunki 39 gradusga yetkazib olamiz. Cho'miltiradigan suvimiz 37,5 gradus bo'lsa, 1,5 gradus yuqorida bo'lishi kerak chayqaladigan suv. Chaqaloqni 5-7 minut davomida cho'miltirishimiz borasida biz chayqashimiz kerak bo'lgan suv harorati sovib qolmasligi uchun shu gradusda saqlab turamiz. Suvimiz tayyor. Chaqalog'imiz cho'miltirish uchun hamma bu tomondan chaqaloqlar sharoitlar bo'ldi. Endi chaqalog'imiz cho'milib bo'lgandan keyin biz chaqalog'imizni darhol sovuqlattirib qo'ymaslik uchun uni cho'miltirgandan keyin joyimizni tayyorlab olishimiz kerak. Bu plyonkalar yuvilgan, albatta dazmollangan holatda bo'lishi kerak. Bu birinchi solinadigan plyonka bosh qismini quritish uchun, ikkinchi solinadigan plyonkachamiz chaqaloq ko'kragini quritish uchun bo'ladi. Bularni chiroyli qilib solib tayyor qilib olamiz, chunki chaqaloq cho'miltirib bo'lishi bilangina o'ralmasa sovqottirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shu holatga yetmaslik uchun albatta buni cho'miltirishdan avval tayyorlab qo'yamiz. Keyingi plyonkamiz chaqaloqni oyoqlarini quritish uchun solinadi. Joylar tayyor bo'ldi. Endi biz chaqalog'imizni sekin astalik bilan yechintirib olib, kiyimlaridan, pintalaridan yechintirib olamiz. Hamma qilayotgan harakatlarimiz nihoyatda ham tezlikda, ehtiyotkorlikda bo'lishi kerak. Chaqaloqni ko'proq tungi uyquga yotishdan avval
emizilgandan, ovqatlantirilgandan keyin 1 soatlardan keyin cho'miltirishga odatlanishimiz kerak. Chunki chaqaloq cho'milgandan keyin darhol uyqusi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun uyqudan oldin cho'miltirish maslahat beriladi. Chaqaloqni suvga solishdan avval uni yalang'och holatda emas, plyonka bilan birga chaqaloqni suvga tog'oraga olib kelamiz. Suvimiz 37,5 gradusda tekshirganmiz. Buni plyonka bilan suvga tushirishimizning sababi chaqalog'imiz darhol suvga moslashishi oson bo'lishligi uchun bo'ladi. Plyonka bilan suvga tushirib, plyonkani ochib, ya'ni chaqaloq yo'rgakchasini ochib, suvga sekin asta tushiramiz va chaqaloqni biz albatta bo'yin sohasini shapkachasini ham olib qo'yamiz. Cho'miltirish boshlandi. Biz bilagimiz bilan chaqaloqni boshi bizni bilagimizda, barmog'imiz bilan bosh barmoq hamda barmoqchalarimiz bilan qo'ltiq ostidan ushlaymiz. Mana shu holatda chaqaloqni ushladik va sekin asta suvga tanasini imkon qadar suvga tekkizamizda hamda biz tayyorlagan sovunimiz, bolalar sovunchasi bilan sovunchasini qo'llagan holatda dastlab chaqaloqni bo'yni qismini, eng bichilishga moyil bo'lgan chaqaloqni bo'yni qismini yuvamiz, sovunlaymiz. Bo'yin qismini yaxshilab sovunlab, qo'ltiq tagini, bilak burmalarini, kaftlarini sovunlab chiqamiz. Hamda pastga qarab shov sohasini yaxshilab sovunlab, ham tezlikda, ham sekinlik bilan, ehtiyotkorlik bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Bu tomondan yana bo'yin sohalarini, qo'ltiq osti burmalarini, qo'lchalarini, bilaklarini sovunlab olamiz. Shov sohasini sovunlab, oyoqlari barmoqchalarigacha sovunlab yuvib oldik. Biz chaqaloqni hamma joylarini sovunlab oldik. Endi chaqaloqni oldi tomonini yuvib bo'ldik. Sekinlik bilan chaqaloqni ehtiyot qilgan holatda, barmoqchalarimizdan shunday ushlagan holatda chaqaloqni orqa tomonini ontarib olib, bu holatda ham barmog'imiz bilan ushlab olamiz. Qo'ltig'ini tagiga barmog'imizni kirgizib, yuz qismlari yuqoriga qaragan holatda orqa tomonini, bo'yin sohalarini sovunlab chiqamiz. Qo'ltig'ini taglarini sovunlab, sekin asta pastga tushish bilan birgalikda shov sohalarini, jinsiy a'zo joylarini chiroyli qilib, qiz bolalarda jinsiy a'zolarni yuvishda oldi tomondan orqa tomonga qarab yuviladi. Ehtiyotkorlik bilan hamma joylarni sovunlab yuvib oldik. Chaqalog'imiz sovqotib qolmasligi uchun suv bilan namlab turamiz. Endi biz chaqaloqni bosh qismini yuvamiz. Bosh qismini shampun, gel ishlatmagan holatda, shu bolalar sog'inini ko'pirtirgan holatda bosh qismini sovunlaymiz. Quloqlarini, orqalarini albatta, chunki quloq orqalarida ham juda ham ko'p bichilishlar ko'p bo'ladi. Shularda tozalash maqsadida yuviladi va sovunlab bo'lgandan keyin bu suv orqa tomonga qaratilib, bosh tomondan orqa tomonga qaratilib tozalanadi sovunli suvdan. Chaqalog'imiz mana shu holatda hamma joylar yuvilib bo'lindi. Yuz qismini qarab turgan holatda suv bilan yuviladi. Bizni chaqalog'imiz yuvilib bo'ldi. Agar bizni yordamchimiz, buvalarimiz, opalarimiz bo'lmagan holatda chaqaloqni mana shu holatda tayyorlagan suvimiz 37,5 gradusga tushib qoldi. 39 gradus tayyorlagan suvimiz, mana chaqaloqni biz orqa qismlarini yuvib chayqab bo'ldik. Hamda bosh qismini ham shu toza suvimiz bilan orqa tomonga qaratib yuvib bo'ldik.
Endi chaqaloqimiz ehtiyot qilgan holatda boshi bilan birgalikda oldi qismini yuvamiz. Bosh qismi har doimgidek bilagimizda turadi va oldi qismini sekinlik bilan suv quyish yo'li bilan mana yuvib oldik. Yuz qismini yuvish uchun yana suvimizdan olib alohida tozalab qo'yamiz va qo'llarimiz bilan quloq ichlarini albatta qo'limiz bilan artib qo'yamiz. Oyoqlariga suvlar quygan holatda chaqaloqni sovqottirib qo'ymaslik uchun suvdan chiqib biz tayyorlagan joyimizga darhol o'rab olamiz. Birinchi navbatda oyoq qismlarini zudlik bilan o'rab, alohida oyoqlarni o'rab olamizda ko'krak qafaslarini o'raymiz hamda bosh qismini o'raymiz. O'ragan holatda chaqaloqni sidirmagan holatda tekkizish yo'li bilan tanalarini quritamiz. Namlik holatidan chaqaloqni chiqarib, chaqalog'imizni quritamiz hamda yuz qismini, ko'zlarini alohida artib, quloq orqalarini ham alohida shu tayyorlagan plyonkalarimiz bilan artib chiqamizda chaqalog'imizni quruq holatga keltirdik. Endi bu holatda chaqaloqni ho'l nam bo'lgan plyonkalarni olish bilan birgalikda biz tezda chaqaloqni toza dazmollangan quruq kiyimlarni kiygizamiz. Avval bosh kiyimchasini, chunki boshi sovqotmaslik kerak bolamizni. Pamperschalarini, kiyimchalarini kiygizdirib olib, holatda kiygizib olamiz. Chaqalog'imiz quruq holatga keladi. Shtonchasini kiygizib, pamperschalarini kiygizib, chaqalog'imiz mana top-toza, pokiza holatga keldi. Chaqalog'imizni toza qo'l kiyimlarini olib qo'yib, toza plyonkasi bilan chaqaloqni emizishga kirishish mumkin. Va bu bilan chaqalog'imiz yaxshi uyquga cho'milgandan keyin ketadi. Shuning uchun cho'milishni biz uyqudan oldin cho'milishni maslahat beramiz. Kechki tungi uyqudan oldin cho'miltirishni maslahat beramiz. Chaqalog'imiz cho'milib oldi. Hurmatli yosh onalar, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, sizlarni yana kutib qolamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'ying. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr.